Hozirgi onalarga hayron qolaman. Hozir bizga pul to'lab shuni qildirishadi-da. Bolamni ko'rib, voy deb qo'yaman-da. Oyda davay bekim deydi-da. Ha desam, bekimacha o'ynaymiz deydi. Xuddi o'sha bizning yoshligimizda qanaqa o'yin bo'lsa, xuddi shunaqada. Sakrashlarni biladi, prigulkalarni, koptoklarni o'ynaymiz. Bolamni o'ynashini ko'rib hayron qolaman-da. Mehmon kunman. Endi men mehmonman-ku, hali Toshkentda, hali Farg'onada bo'lganimga hayron qolaman. Dastamda shu dodashking yaxshi qaranglar-da. Kachelarga olib chiqardilar. Narvonchalar, например, hozir ham mana hovliga olib chiqadilar, xo'qondozlar, supurgilarni beradilar, o'zicha nimadirlarni supuradi, suv to'planib qolgan joyga borib sakratadilar, sakrasi mana sensorikasi hammasida rivojlangan. Tabiiy. Tabiiyda. Hozirgi onalarga hayron qolaman. Oldingi mana bu o'ynayotgan narsalarimiz, mana arqon tortish, narvonga chiqishlarni hozir bizga pul to'lab shuni qildirishadi-da. Undan ko'ra yarim soat, 1 soat o'shani ko'chaga olib chiqib qilsa bo'ladi. Kir bo'lsa ham ko'chada o'ynagan yaxshi. Kir bo'lsa ham o'ynagan yaxshi-da. Men hozir endi rahmat deyman-da, to'g'risida shu qaynatamga.